9-chi savol. DNKda vodorod bog' bilan fosfat bog'ning ayirmasi 542 degan vodorod bog' bilan fosfat bog'ning ayirmasi. Bizda formula bor. Vodorod bog' bilan fosfat bog'ni ayiradigan bo'lsak, guanin plus 2 chiqadi. 542 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, bu guanin chiqadi. 540 ta guanin bor ekan. 540 ta guanin bo'lsa, 540 ta sitozin degan adenin umumiy nukleotidning 20% eklasa 0,2 bo'lsa, guanin 0,2. 542 ni 40 emas, 0,3, ya'ni 30%, 20% ni topadigan bo'lsak, 360 bo'ladi. Adenin 360, timin 360. Ikkalasini qo'shsak 900 ta bo'ladi. Bizda DNKdagi jami vodorod bog' toping degan. Bitta zanjirda 900 ta bo'lsa, ikkinchi zanjirda ham 900 ta bo'ladi. Qo'shsak 1800 ta nukleotid. Biza vodorod bog' topish uchun guaninga jami nukleotid qo'shsak, DNKdagi vodorod bog' chiqadi. Guaninimiz 540 edi, jami nukleotid 1800, teng 2340 bo'ladi. Javob A varianti. 10. Bizda adenin, guanin, timin, sitozin berilgan. Bizda adenin 30% bo'lsa, 30 bo'lsa, guanin 20%, ya'ni 0,2 ga 0,3 bo'ladi. 442 ta bo'ladigan bo'lsa, boya aytdik-ku, vodorod bog' bilan fosfat bog'ni ayirsak, guanin plus 2 chiqadi. 442 dan formuladagi 2 ni ayiradigan bo'lsak, 440 chiqadi. 440 bu guanin degani. Guanin 440 bo'lsa, sitozin ham 440. 440 emas, 20% bo'ladigan bo'lsa, 30% ni topadigan bo'lsa, 660 ta bo'ladi. 660 ta adenin, 660 ta timin bo'ladi. 660 ga 440 qo'shadigan bo'lsak, 1100. Bu ham 1100. Yig'indi esa 2 ga ko'paytirsak 2200 bo'ladi. Guanin 440 ga 2200 qo'shsak, 2640 bo'ladi. Javob A varianti. 11. Shunaqa. 642 dan 2 ni ayirsak, 640 ta guanin qoladi. 640 ta guanin bo'lsa, 640 ta sitozin degani. Adenin 10% tashkil qilsa, guaninga 40% bo'ladi. 640 emas, 40%, 10% ni topsak 160. 160 ta adenin, 160 ta timin. Bu 800 ta bo'lsa, bu ham ikkinchi zanjirdan 800 ta, 1600 ta bo'ladi. 640 edi, 640 ga 1600 qo'shsak 2240. Javob D varianti.